Hello obunachilar, bugun sizlar bilan albatta nima haqida gaplashamiz? Har xil KPM videolarni ko'rib chiqamiz. Ingliz bo'ladimi, kolumniyali bo'ladimi, braziliyali bo'ladimi, O'zbekiston bo'ladimi, O'zbekistonliklarni ko'p ko'rib chiqamiz. Hop. Baho berib. Baho berib nima kerak baho? Просто ko'ramiz. Video bas. Bitta video chiqdi. Pitakdagi joy. Kepim bormi? Hozirchalik uni ko'raylik. Mana. Va bugun sizlar bilan har doimgidek Car Parking o'yinini o'ynaymiz. Car Parkingda bugun sizlarga va'da berganimdek razigresh qilaman degandim va soat 5 dan 15 o'tdi. Ko'plar 5 dan 20 ta 5 dan qiling dedi. Shuning uchun hozir O'zbekiston serveriga kiramiz va o'yinchilardan so'raymiz. Kim mening obunachim ekan? Hozir kiramiz va so'rab chiqamiz. Agar kimdir bizga obuna bo'lgan bo'lsa, mashinani $1 sotamiz. 1K deyiladi. Va do'stlar ketdik. Yaqinlashib ham oldik. Seles banan bor ekan. Endi so'raymiz do'stlar. Hammaga salom. Do'stlar, Seles. Qani kimlar yozar ekan? Bizga konkurs bo'lyapti. Qochishlar. Videoda qochishlar. Albatta qochishlar. Qani kimlar yozar ekan? Menda. Voy, men birga so'rayapti. Qani kim obuna bosgan ekan? Qayerda sizni bilamiz? Hozir birdaniga unga abonent $1 ketadi. Mana bizning ikkita omadli o'yinchilar chiqdi. Va uning ismi nima ekan? Login. ekan. O'qinglar, yana bitta so'rab ko'raylik oxirgi marta. Kanalımızda
Mana shu kishi bizga obuna bosgan ekan va unga tashlab beramiz mashinani. Qancha kilometr yuradi bilmayman. Sani ko'rib o'tiyman. Chunki Mana va mashina sotildi. Sotilmoqda, to'xtanglar. Ha, men mashina sotishim kerak. Unga pul boribdi. Va bu mashina sotamiz. Mana bo'ldi do'stlar. Bu mashina ham tugadi. Albatta shunaqa qotishlar bo'ladi. Buni qilaman chunki yo'q, o'shani yo'q. Men bitta formula 1 endi bu kishiga 5 million so'm pul beramiz. Yo'q, hozir bo'lmas ekan. O'tga bizni kuzatib boring. Hali yana mashinalarimiz ko'p. O'yingacha o'ynaymiz. O'yingacha o'ynaymiz. O'yingacha o'ynaymiz. O'yingacha o'ynaymiz. Yana ko'rib chiqamiz. Qani atlet qaytararmikan? Mayli, ungacha biz yana sayr qilib turamiz. Va ana do'stlar, mana bu mashinamiz ham o'yinda yutib olindi. Lekin hali ko'p ishtirokchilar kirmagan ekan. Yana do'stlar 2 kundan keyin yana bitta razыгрыш qilamiz. Unga qaysi mashinani qo'yishimizni hozir qarab ko'ramiz. Uni ham motori 1695 ot kuchi bo'ladi. Unda siz yutib olishingiz ham mumkin. Ha, aynan siz. Masalan, CLS yoki mana keyingi mana shu gelikni qo'yamiz. Uning motori ham ishlari mana 1576 ga 2000 kuchi. Lekin bunga ham qo'yganlar mumkin emas, qo'yilmas, lekin qo'yilgan narsalar qo'yilgan. Kanalimizni yangi bo'lsangiz Hayyo, hamma sizlar bilan Bek Studiosida videolar bilan birgalikda begim majoq qilamiz. Ya'ni shu bugun bir o'zim masalan ko'rib turgan edi. Bugun biz 5 kishimiz. Xo'sh, birinchi o'rinda Bor Performance salonlash qo'ying. Xo'sh, keyin Bekfev Asadbek salonlash qo'ying. Aslo odam Xo'sh, keyingimiz Glass salonlash qo'ying. Hammaga salom sizlar bilan JSK Parking. JS agar o'zim. Xo'sh, keyin Denzel Boys obuna bo'lamiz. salonlash qo'ying. Denzel mikrofonini chiq.
Xo'sh, Denzi salomlashtirib, nima qilaveradi? Denzi mikrofon o'chib qoldi. Xo'sh, do'stlar, mayli bugun nima qilamiz? Bugun yoshmachalik qilamiz. Ha, Denzi salomlashing. Xo'sh, do'stlar. Hamma salomlashdi qaranglar. Mikrofon. Biz bugun nima qilamiz? Bugun bekimachalik qilamiz, ya'ni shu kartada bekimachalik. Devorga qarab turamiz, yashirinlik. To'xtang, kartani yashiring. Oxiriga. Hozir video cho'zilib ketishi mumkin. Siz sovuq deysiz, issiq deysiz, ushonaman bo'lmaydi. Tushunarli. Bekista akamiz o'rni devorlarini qaranglar. Nimaga bunday chiroyli emotsiya bildirib qo'ydi? Deb. Bola, ikkita video ko'rdik. Oxirigacha ko'rmadik-ku, lekin baho beramiz. Hop, bahoda baho berib o'tiramiz. Bizga farqi yo'q. Video sizlarga yoqqan bo'lsa bo'ldi.